Yaqinda bir arab nashrida o'qib qoldim. Bir qiz yoshim katta bo'lib ketdi deydilar. 25 ga qarab ketib qoldim. Lekin menga Allohning qazoyi qadari bilan suvchi kelmayapti. Kundan kunga ota-onam ham xavotir, men o'zim ham xavotir. Bir kuni o'tirsam, shu televizorda yoqay dedim. Televizorda yoqsam, televizorda Shayx Mutavalli Sha'roviy rahmatullohi alayhi ma'ruza qilayotgan ekanlar. Misr voizi. Misrda juda shuhrat qozongan voizlardan. Shu kishi televizorda turib aytayotgan ekanlar. Kim mana shu Alam Nasroh surasini juma kuni 104 marta yoki tahajjudda turib 314 marta eslab qoling. Tahajjudda turib 314 marta bu surani o'qiydigan bo'lsa, boshiga tushib turgan hamma tashvish ketadi. Uni qalbini mahzun qilib turgan hamma g'amni Alloh taolo aritadi. Hali qiz dedim, men topdim deb ixlos muhabbat bilan juma kuni 104 marta yoki tahajjud paytida 314 marta mana shu surani ixlos muhabbat bilan o'qigan edim. O'sha men o'qigan haftani o'zida suvchi kelib